bitta qishloqqa kelib qoldik. Ha, yetib kelibmiz. Bu yerda qishloqlar yig'ilib turishdi. Hey, mer uyi qayerdaligini bilmaysanmi? Ayoqda. Ha, bu yoqdami? Ha. Ketdik. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Zayruk do'stlar. Men bugun kompot qishlog'iga keldim, kompot qidirishga. Salom mer. Salom, siz kimsiz? Qishloqlarni aytish bo'yicha mersizmi? Ha, shunday. Men bu yerga kompotni izlab keldim. Men mehmonman. Yaqinda ketaman kompotni topgandan keyin. Kompot bu qishloqdan ko'chib ketgan. Bilmaysizmi qaysi qishloqqa ketgani? Yo'q, bilmayman. Ha. Menga uy berib tura olasizmi? Charchaganman. Ha, berib tura olamiz, lekin tekin emas. Oho. Mayli meni. Uzr. Ko'rasizlarmi do'stlar? Yangi kiyim oldim, yaxshimi? Yangi skin oldim, qaranglar. Mana bu yerda olmaysizmi? Mana. Qaysi uy oling? Kompotni uy oling. Ha. To'xtang. Ha. Siz YouTubermisiz? Ha, men YouTuberman. Bizning qishlog'imizga YouTuber kerak. Siz YouTuber bo'la olasizmi? Bilmadim, buni o'ylab ko'raman. Hozir esa charchaganman. Bitta yozim. Yaxshi. Men polizlarga qarashim. Balkim rostdan ham men shu yerda qolib yashasammikin? Buni yaxshi o'ylash kerak. Mashinam qolib ketibdi. Qani izimrodni olibdim er. Mashinani shu yerga qo'yib. Menimcha bu kompotni qo'shnisining uyi bo'lsa kerak. Uyda hech kim yo'q. Videosida ko'rgan edim. Men o'ylashim kerak, shu yerda qolsammikin yo'qmi? Ana ko'chalarni aylantirib. Hey, salom. Salom. Sen qishlog'imizga yangi keldingmi? Ha, men yangi keldim. Mening ismim Zayrok. Ha, meni kechiyding. Ha. Seni aytgancha ber chaqiryapti. Meni? Nima ishi bor ekan? Mer. Ha. Chaqirgan ekansiz. Ha, agar sen shu qishloqda qolmoqchi bo'lsang, огородlarda sabzilarga qarashing kerak. Ha, bilaman, kompotdan shunaqa qilgan. Men qolishga roziman.
Xo'p, unda yaxshi. Men o'zim ishlarimni qilishim kerak. Endi bugundan boshlab men shu yerda yashayman. Keyin shaharga ketib kompotni qidiraman. O'chiribdi. Sabzilarni oldim. Degib chiqaman. Yiqilaman. Kompotni ishni ham qilmaydi. Kerak. Keyin sizlarni yoqtirgan youtuberlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Men hamma yoqni qilib qo'yishim kerak. Mayli botlarni qilib qo'yaveraman. Ekib qo'ydim. Men hamma polizlarni oldim qayerga qo'y. Bu burchada uy bor. Ha, ko'rdim. O'sha uyga polizlarni solib qo'y. Bu qishloqni naqadar ko'p aylanib yuramiz ekan. Qanaqa joyligini keyin ko'ramiz. Bu yoqda edi. Tashmasam shu kichkina uydan bir amin. Bularni solib qo'yamiz. Bu kerak. Desa bu uyni ko'ramiz. Mayli buni keyingi qismini ko'ramiz. Mening bom yoqdim qaranglar do'stlar. Men charchadim. ketdim. Bu yerga nimalar yozib qo'yishgan keyin qizimiz. Qishloqmi? Nima qilyapti?
Yemez yine mashinamda aylanib kelaman. Bu yoki mebel bor endi. Bu yoki mebelgina. Yoz qilar ekan. Bu yoki hech bilmaymiz. Bu mehmonxonaga boramiz. Bu yoqni ham qilish kerak ekan, bu yoqqa qilib qo'yaman keyin. Hammaga tekshirib chiqaman. Qani chiqib ko'ray. Oho, uncha baland. Bu yoqdan hamma yoq ko'rinyapti. Narvanda paylash juda ham qiyin. Hammaga xayrli ishlar bilan uzib bo'ldi. Men esa ozgina dam olaman.